Ya sen künde kechikemsen, qarab baqa soat necha bo'ldi ekan? 10:20 bo'ldi-ku. 10:20 o'tibdi. Rahmat, dapaginingga. Uxlashdan burun sen soatni to'g'rilab yotmamsan odatda. To'g'rilaymi? Endi nechaga to'g'rilaysan? 9dan 20 ga to'g'rilaymi aka? Naq vaqtida sayraydi. Bisp bitime. Şu 5 minutga yana sayraydi, bisp bitime. Yana sayraydi, bisp bitime. Apam kirib bir chat telefonni 6 qitim sayrab ketdi balam deb terikidi. Shuni o'lan. Shuni qopaman aka shu. Sen opangni olsin deb to'g'rilabsan ekanda soatni. Sen qo'pam bilan muzik to'g'rilaysan zaten. Qo'y paqaymi bir anglab paqay. Mehmon sen allay balam allay. Ya bu sen hep uxlaydiganda, tinchlaydiganda sen turdiganmi to'g'rilab olding deydi. Ya qanda balaya sen zaten. Mulozimdan yangi zakaz tushdi. Vaqtida bir taraf qiling. Zakaz tushibdi, ma'jga tez ishonni qilay. Yaxshi ishladingmi? Ma'qul aka. Zakaz deysiz, hammani unutdi bu boshliq. Shuningga kallam ishlab mushmuzikni tushirib olganman. Mulozimdan yangi zakaz tushdi. Vaqtida bir taraf qiling. Hadi ha. Mana.